Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan phishing yo'li orqali Instagram akkauntni chopishni o'rganamiz. Xo'p, gap qisqa qilaman, obuna va like tugmalarini bosib qo'ying. Biz boshladik. Eslatib o'taman, bu shunchaki ta'lim maqsadida. Qanday qilib sizni akkauntlaringizni chopib olish mumkin? Phishingga aldanib qolmaslik uchun bu video tayyorlangan va ta'lim maqsadida. Bu narsani bu videodan tashqari YouTube'da tiqilayotibdi unaqa videolar. Hammasi ochiq manbalardan olingan. Xo'p, real amaliyotda haqiqiy roziliksiz amalga oshirish bu noqonuniy hisoblanadi va javobgarlik bo'ladi. Xo'p, biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa sudo apt update qolamiz. Update qolamiz va buni qilib bo'lganimizdan keyin sudo apt install qilamiz. Git qilamiz. Mana shuni qilib bo'lganimizdan keyin biz qiladigan ishimiz buni yozib bittalab o'tirishingiz mumkin, lekin yanada qulayroqi tez qilish usuli bor. Meni Telegram kanalimda mana hozir ekraningizda chiqdi. Meni Telegram kanalim manzili chiqdi yoki kommentariyada olsangiz bo'ladi. Telegram kanalimga bu buyruqlarni tashab qo'yaman. Bemalol o'tib amalga oshirursiz bo'ladi. Aynan mana shunaqa qilib bo'lganimizdan keyin biz sizlarda уже avtomatik ishga tushadi. Endi men hozir 5 qilib ishga tushirib olishim kerak. Xo'p, faylga kiraman. Mana shu faylga kirganimizdan keyin 5 qilib mana block.ey.sh. Mana hozir bir ls qilib tekshirib olsak bu papkani. Xo'p, mana ko'rishimiz mumkin, bir nechta papka va fayllar chiqib keldi bizda. Loglarimiz bor bu yerda. Va hokazo bizga eng kerakligi mana shu block.e.sh kerak bo'ladi. Xo'p, buni ishga tushiramiz. Agar sizlarga ishga tushmasa, mana shu narsa chimot qilamiz-da. Xo'p. Chimot nima? Black e va sh qilib ruxsat beramiz ishga tushirishga va 5 qilib mana shu faylni ishga tushirib olishimiz kerak bo'ladi. Endi bu yoqda nima qilamiz? Bu yerda ko'rishingiz mumkin phishing pages degani, ya'ni phishing qilishingiz mumkin qaysi ilovalar bilan. Ko'rishingiz mumkin bizda 33 ta ilova bor ekan. Bu yoqda qaranglar, bizga eng kerakligi Instagram bo'lib turibdi. Chunki biz Instagram phishing qilamiz. Bundan tashqari Microsoft, Steam va hokazo narsalar bor. Facebook, Netflix ham bor hattoki. Xo'p, biz nima qilamiz bu yerda? Masalan, bizga Instagram kerak. Instagram 01 da turibdi, to'g'rimi? Endi 01 ga qo'yamiz-da, enter bosamiz. Bu joyda mana sizlarga yaqinlashtirib beraman. Bu joyda nima qilamiz? Bizda tunnel metodlar bor. Birinchisi Cloudflare bilan, ikkinchisi ngrok bilan, ngrokmi shig'ir. Uchinchisida localhost bilan. Bizga eng qulayi, har tomonlama, eng kerakli va qulayi Cloudflare kerak bo'ladi va bu 01 da ekan. 1 yozamiz va enter bosamiz. Bu joyda starting PHP server, ya'ni serverlari ishga tushib, bizga silkalarni yaratib beryapti. Xo'p. Ozgina kutib turishimiz kerak bo'ladi va bizga mana silka ishga tushdi, ya'ni silka berdi. Endi mana shu silkani qurbonga tashlaymiz, ya'ni nimadir qilasizlar qilib, lekin buni haqiqiy amaliyotda qilish, ya'ni roziliksiz qilish, bu katta javobgarlik bor. Xo'p, copy selection qilib bo'lganimizdan keyin buni qurbonimiz kelib bu silkani ochgandan keyin bizda Wi-Fi'miz juda ham zo'r ishlamoqda. Xo'p. Mana shunaqa ko'rinishda bo'lar ekan. Endi misol uchun keladi. Sizlar aldashingiz mumkin. O'rtoq, mana shu, video chiqardim, yangi akkaunt ochdim, misol uchun obuna bo'lib qo'y yoki mana shu videoga bitta baho ber deyishingiz mumkin. Shuna kiradi. Instagram username'ini yozadi, misol uchun cyber study deb yozish mumkin, misol uchun. Study deb yozish mumkin va paroliga misol uchun abc123 misol uchun-da va login qilganidan keyin haqiqiy Instagramga olib o'tib ketadi. Ajoyib. Haqiqiy Instagramga olib o'tib ketadi. Bizda mana ko'rishingiz mumkin,
Ehm, Nega bu uchtalab nesi ishlab ketdi? Amal. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Account deyapti. Cyberstar deyapti accounti va password deyapti ABC 123 deyapti. Mana shuni qilish orqali biz username va parollarni, ya'ni passwordlarni olishimiz mumkin. Xo'p, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Mani Telegram kanalimda bundan ham qiziqroq ma'lumotlarni berib boraman va yengilliklarni o'sha yerda kuzatib borishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Obuna va like tugmasini bosib qo'ying. O'rtoqlarga ham yuborib tashlaylar. Xo'p, kommentariyaga o'z izohingizni qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.